Shunda ey Oysha, meni duom seni kuldirdimi? Xursand qildimi? Albatta xursand bo'lmay nima qilay ya Rasululloh, meni haqqimga duo qildingiz shunday desam, men aslida ey Oysha 5 vaqt namozga ummatimda haqqiga shunday duo qilaman. Ey Allohim deyman, namozdan keyin meni ummatimda avvalgi keyingi gunohlarini, meni ummatimda bilib bilmay qilgan gunohlarni kechirgin deb duo qilaman. Azizlar, bu payg'ambar alayhisalom o'zimizdan ko'ra yaxshi ko'rmasmidi? Qiyomat kuni bo'lganda hamma inson jon tarvasasida quyosh bir nayza tepamizda turar ekan. Insonlar gunohiga yarasha terlar ekan. Kimlar terdi, tagiga qolib ketadi. Kimdir to'pig'i bor ostida, kim esa qulog'i bor orada ter bosar ekan. Ana shunday bir qiyin paytda ummatning hammasi Hazrat Odam alayhisalomning oldiga boradi. Ey Odam, Alloh seni o'zi yaratdi, ruhidan pufladi, sajda qildirdi farishtalarni senga. Bashariyatda eng afzali seni qilmadim Alloh. Bugun biz holimiz shunday tang bo'ldi, sen shafaat qilmasang biz juda holimiz tang. Odam alayhisalom aytadi, Alloh aytdi menga mana bu daraxtni yema dedi, men yeb qo'ydim. Hozir Alloh mendan savol qiladi, men nima degan odam bo'laman? Nima deb javob beraman? Bitta savolga nima deb javob berishni o'ylaysizlarmi sizlar? Nafsi o'zimdan boshqa hech kimni o'ylamayman der ekan. Qarangki payg'ambar ham o'zim deyapti. Sizlar boringlar Nuh alayhisalomning oldiga boringlar. Qavm Nuh alayhisalomning oldiga keladi. Ey Nuh, bizlarni shafaat qilgin. Nuh alayhisalom aytadi, 950 yil da'vat qilgan bo'lsam, 80 ta insondan boshqa islomni qabul qilmadi. Alloh Qur'onda man amana billahi illa min qalil, iymon keltirganlar faqat ozgina bo'ldi. 950 yil 80 ta musulmon, u ham hech tavoq duoibat qildim. Allohim yer yuzida mushriklarni qoldirma deb. Yer yuzini suv bosdi dedilar. Alloh mendan hozir so'raydi, ey Nuh, nimaga duoibat qilding? Nima deb javob beraman? Sizlar boringlar Ibrohimga boringlar dedilar. Nafsi dedilar. Hamma nafsi desa u ummatidur. Hamma nafsiga bo'lsa giriftor, ummat Muhammad sallallohu alayhi vasallam ummat miskin uchun zor. Payg'ambar alayhisalomning oldiga kelganda payg'ambar alayhisalom nima qilar ekan? Allohning arshining boshlari ro'pasiga turib sajda qilaman. Yig'layman. Alloh taborak va taolo Jabroil alayhisalomni yuboradi. Irfa ra'saka ya Muhammad shafi'an mutashaffi'an. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen boshingni yig'idan ko'targan shafaat iznini senga berdim der ekan.